Bilimdon bolajonlar, sizlar bilan g'ishtni yuklang o'yinini o'ynaymiz. G'ishtlarimizda so'zlar berilgan, yuk mashinalarida esa 1 bo'g'inli, 2 bo'g'inli, 3 bo'g'inli so'zlar deb yozilgan. Siz g'ishtlarni mos yuk mashinasiga joylashingiz kerak. Qani kim ko'p g'isht yig'adi? Boshladik. G'o'za, g'o'ya, g'o'ya, G'oya, to'g'a, nog'ora, Yasha. Yasha. g'alla, To'g'ri. dog'i, g'allakor, g'urra, g'animat, g'ayrat, g'aram, G'arb, g'arb, g'o'zi, g'oz, g'ulom, to'g'ra, mudda, g'aroyib, bo'g'i, yana so'z bor Parixon. marhuba, Barakalla. zo'xora, Yashang. Qaysi so'z qoldi Parixon? G'arb so'zi qoldi. Bu o'yinimizda g'olib Muhammadali o'g'limiz. Olqishlaymiz.